Germaniya avtomobil guruhi Volkswagenning talash tortishda qolgan Urumchidagi zavodi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari ishxonasi tomonidan insoniyatga qarshi jinoyat sodir bo'lish mumkinligi mavjud deb xulosa chiqarilgan. Sharq Turkistonda buningdan keyin avtomobil ishlab chiqarmaydigan, lekin bu zavodda faqat avtomobillarni sinab qiladigan bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Volkswagenning Urumchidagi zavodi 2013-yil qurilgandan beri har yili 50 mingga yaqin avtomobil ishlab chiqarib kelgan. Lekin uning bu qitim avtomobil ishlab chiqarishni to'xtatib, zavodda faqat avtomobillarning sinab qilinganligini e'lon qilishi, bu shirkatning Xitoy bozoriga mas'ul amaldori Ralph Brandstadterning o'tgan oyda Urumchidagi zavodini ziyorat qilib, orqadan uning taratquloq qilgan so'zi kishilik huquq tashkilotlarining qattiq noroziligiga uchragandan keyin ma'lum bo'lgan. Angliyaning nopozliq gazetlardan Maliya vaqti gazeti 6 mart e'lon qilgan bir maqolada Xitoy bilan bo'lgan munosabatlardagi tuturuqsizlik Uyg'ur elini qiyin ahvolga qo'yganligi, Xitoyga qartilgan nomussiz jazo va quruq kelishimlarning rayonning kishilik huquq vaziyatini yaxshilamaydiganligini bildirgan. Maliya vaqti gazetining muxbiri Yan Yang Xitoy bilan bo'lgan munosabatdagi tuturuqsiz Xinjiangni patqoqqa patirib qo'ydi mavzuliq bir maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada ko'rsatilishicha o'tgan oyda Uyg'ur avtonom rayoning raisi Erkin Tunyazning London bilan Bruselni ziyorat qilish plani qattiq qarshilikka uchrab bekor qilinishi Yevropaning Xinjiangga aralashishiga aloqador texmi cho'nqur bir masalani yoritib bergan. Xitoy hozir bir mezgillik nopus o'zgarishini boshdan kechirmoqda. Statistikalik ma'lumotlarda bu davlatning nopisining 60 yildan buyon tunji qatim azayganligi oshkorlangan edi. Yangi tekshirishga qaraganda mutlaq ko'p sondagi Xitoy ayollar faqat birli bolaliq bo'lishni va butunlay bolaliq bo'lmaslikni xohlaydi ekan. CNN'ning xabar qilishicha, bolalarni beqish tanarxining o'rilishi Xitoy ayollarining tug'ishni xohlamaydiganligidagi asosli sabab ekan. Qozog'iston Nazarbayev universiteti turk tillarini toniyalaydigan sun'iy idrak qo'llaydigan to'rbat yasab chiqdi. Bu guruhga hozirgacha 10 turk tilini toniydigan bo'lib, inglizcha va ruscha tillarini farqlantirish iqtidori bor ekan. Bu programma kelgusida texnik ko'p dialekt va tillarni qo'shish orqali taraqqiy qildirishni planlagan. Sistemada tadqiqotchilar tomonidan aniqlangan turkiy tillar Uyg'urcha, turkcha, ozarbayjoncha, qozoqcha, qirg'izcha, o'zbekcha, boshqurtcha, chuvashcha, sahro turklari va tatar tilidan iborat ekan. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz Xitoyni ogohlantirib, agar Xitoy Rossiyaning Ukraina urushi uchun Moskvani qurol bilan ta'minlasa, buning oqibati yomon bo'lganligini bildirgan. O yana Xitoyni Moskvadagi ta'siridan foydalanib, Rossiyaning chekinib chiqishiga kafolatlik qilishga chaqirgan.